Yangi mavsumga tayyorgarlik xudo xolasa. Hurmatli dehqon akalar, mana bu yoq ham to'g'ri bo'libdi, chiroyli bo'lib. Va jiyanlar xudo xolasa ariqlarni olyapti chiroyli. Mana egatlar. Chiroyli qilib. Shu yuza qismi 80 bo'lyapti, 80 qilyapman. Bu arala, bu ko'pchilik biladi o'zi. 40-50 qolaveradi. Bu dalalar mana hammasi shu ikkinchi katta maydonimiz. Buni tayyorlab qo'ysak, xudo xolasa endi hademay o'zi dekabr kelib qoram yo'qsa bir yaxshilab o'zi sovug'irib yaxshi o'zi kelib qoladi. Shuna holatda. İki metre, yo'lak 2 metr bo'ladi. Boshdan oxirigacha o'sha 80-90 metr uzunlikdagi joy edi. O'zi nasib yo'lagimiz 2 metr. Ha, bu yoqqa olib ketish. Qo'l bilan boshdan ketmon bilan bir sirga tortib chiqyapti. Mana bu eski holatdagi o'sha traktor. Qora qolgan oldirganmiz bu. Aslında bugün erta kun issiq, chiroyli qoldirib joy-joy qo'yib qo'ysak, keyingi ish qancha fundamentda yengilroq bo'ladi. Bu yerdan oxirgi ekan klerlarimiz mana. Bundan bu yoqqa kattalar. Kler yalba. Bu yigit telekanalda yigiti mana shu ko'pollik syomka qilyapti. Ishlarni o'rganib. Shunday odamlar. O'sha qizil bochkani oldiga bo'lyapti, bu yoqqa bo'lyapti. Yonimiz to'g'ri o'rtasiga. Tekis qizil chiroyli bo'lib. Tiniq 2 metr yo'l bo'ladi bu yoq. Ustida hozir bahor kelib setka yopilsa, chist italyanskiy dedim, bu yoqda gollandiyskiy hazenda bo'ladi-da. Ko'pchilik aytadi, Italiya qilib yashashdi deydi. Hali Italiyadan ham battar qilamiz biz hali. Biz o'zbek xalqining qo'lidan ko'p ishlar keladi. Faqat harakat qilish kerak, mehnatdan cho'chimash kerak. Agatlar ham to'g'ri, pastib to'g'ri. Lekin klyonka bir tomonga oq klyonka yopiladi, bir tomon oq, bir tomon qora klyonka yopiladi bu yoqlarga. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Charchamanglar. Muzika bo'lyapti boshida. Muzika qo'yib bolalar. Charchamanglar.